Va nihoyat O'zbekiston tarafdan ham biz migrantlar uchun ajoyib bir yangilik bo'lyapti. Rossiyada qiyin ahvolda qolganlar ayniqsa videoni oxirigacha ko'ring va yoqsa like tugmasini bosib kommentariyada sizlar qanday fikrdasizlar shu narsani ham yozib o'tish eslaringizdan chiqmasin. Rossiyada turar joysiz qolgan, ko'chada qolgan o'zbekistonliklarga bepul yotoq joylar beriladi. Rossiya Federatsiyasida ishlash davrida murakkab moliyaviy ahvolda qolgan turar joy siz ko'chada qolgan, tazyiqqa uchragan, majburiy mehnat zo'ravonlik qurboni bo'lgan o'zbekistonliklarga moddiy va ijtimoiy yordam beriladi. Migratsiya agentligi hozircha Moskva va Moskva viloyatida 15 ga yaqin hostel va sutkalik mehmonxonalar bilan shartnomalarni imzolagan. Agar fuqaro murakkab moliyaviy ahvolda qolsa, turar joysiz qolsa, ko'chada qolsa, shu zo'ravonliklarga uchrab qolsa, xullas vaziyati juda ham og'ir bo'lib qolsa, agentlikning o'sha Moskvadagi vakolatxonasiga tegishli joylarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Vaziyat o'rgangandan so'ng fuqaroga 30 kungacha bepul yotoq joyi beriladi, yashash uchun imkoniyati yaratiladi. Shuni esda saqlanglar, agar siz hujjatsiz bo'lsangiz ham, qayerdadir hujjatsiz ishlayotgan bo'lsangiz ham, sizni hech kim majburiy mehnatga jalb qila olmaydi va bu narsadan qo'rqmasdan bemalol o'sha Moskvadagi elchixona, konsullik bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bepul 30 kunlik yotoqxona, 15 ga yaqin o'sha hostel va sutkalik gostinitsiyalar bilan elchixona shartnoma tuzib qo'ygan ekan. O'ylaymanki, ushbu mana shu yangilik, mana shu tatbiq qilingan mazkur dastur Rossiyaning boshqa viloyatlarida ham keng ko'lamli darajada amalga oshiriladi degan umiddamiz. Chunki nafaqat Moskvada, balki boshqa shaharlarda ham xuddi shunaqa og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolarimiz uchrab turadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yaqin kunlarda emas, oylarda emas, balki yaqin yillarda shu narsa amalga oshirish mumkinmi? Boshqa viloyatlarda ham mana shunaqa hostellar bilan, gostinitsiyalar bilan shartnoma qilishi. Bu albatta O'zbekiston fuqarolari uchun juda ham katta yordamlardan biri bo'ladi. Kvartira puli to'lashga joy puli yo'qlar, dokumenti yo'qlar, ko'chada qolganlar, ishlayverib oyligini olmaganlarga ham anchagina yordam bo'ladi deb umid qilamizda. Xayr, salomat bo'linglar. Kommentariyada yana qanaqa taklif qilsak bo'ladi, shu narsalarni yozib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.